Assalomu alaykum futbol loyiha YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi tahliliy video. Biroz tahliliy videolarimiz to'xtab qolgandi. Bugun klassiko bilan davom etamiz. Sizlar bilan Farhod Turkunov. Demak, boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ushbu klassiko mavsumdagi 4-klassiko edi. Bundan avvalgi barcha to'qnashuvlarda Flick jamoasi g'alaba qozonganidan yaxshi xabardorsiz. Ikkitasi yirik hisobda va bitta to'p farqi bilan. Real shu sababli bu uchrashuvga borini tashlashi aniq edi. Qolaversa, Ancelotti ham o'zining so'nggi klassikosini g'alaba bilan yakunlash va muxlislarga biroz xotirjamlik berishi kerak edi. Lekin Flick ketma-ket 4-klassikoda ham g'alaba qozondi. Hansi Flick birinchi 4 klassikosida g'alaba qozongan ikkinchi murabbiyga aylandi. Bundan avval Pep Guardiola bunday natijaga erishgan edi. Bundan tashqari ushbu bahs La Ligadagi chempionlikni ham hal qilib berishi kerak edi. Ushbu o'yingacha jamoalarni 4 ochko ajratib turgan edi. Ushbu bahsdan so'ng esa farq 7 ochkoga yetdi. Endi bemalol Barselonani La Liga chempionligi bilan tabriklasak bo'ladi. Keling endi o'yin oldi jamoalarning tarkiblariga to'xtalsak. Ikkala jamoa ham 4-2-3-1 sxemasida uchrashuvni boshlashdi. Ikkala jamoada ham yetarlicha yo'qotishlar bor edi. Real ushbu uchrashuvda faqatgina bitta markaziy himoyachi xizmatidan foydalana oldi. Qolaversa, ikki asosiy qanot himoyachilari ham jarohat tufayli o'yinni o'tkazib yuborishdi. Barselonaning ham ikki asosiy qanot himoyachilari jarohatda edi. Balde zaxiradan o'yinga qo'shila oldi. Endi esa e'tiborimizni o'yinga qaratadigan bo'lsak, Real Madrid vakillari o'yinni boshlab berishgan bo'lsa-da, 4 ta pas bilan to'pni raqiblariga topshirishdi. Raqib erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritayotganda ham 3 futbolchi jarima maydoni yaqinida tayyor turgan edi. Flick kelganidan beri Barselona yo'g'voy pressingi bilan raqiblarni qiynashda davom etmoqda. Buni Superkubok finaldagi tahlilda ham aytib o'tgandik. Endi mana bu vaziyatga e'tibor bering. Realning 4 futbolchisiga qarshi Barselonaning 5 futbolchisi. Ma'lumot uchun bu Real yarim maydoni. Courtois ham 5-futbolchi deyishingiz mumkin, lekin Thibaut, Ederson yoki Ter Stegen emaski bu vaziyatda jamoasiga yordam bera olsa. Courtois maksimal to'pni uzoqlashtiradi. Shu vaziyatda esa outga to'pni tepib yubora oldi xolos. Mehmonlar faqat qarshi hujumda Vini va Mbappe juftligining sa'y-harakatlari evaziga o'ta oldi. Kutilmaganda Kubarsi 3-daqiqada xatolikka yo'l qo'ydi va Kylian penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi. Lukas to'pni jarima maydoni ichidagi jutga uzatmoqchi bo'lgan edi, lekin to'pni egallagan Kubarsi kutilmaganda to'pni Mbappe'ga tashlab berdi. Fransiyalik hujumchini esa Chesney o'yin qoidasini buzish orqali to'xtatdi. 5-daqiqada esa Kylian nuqtada adashmadi va hisobni ochdi. Barselona ham ushbu golga xavfli hujum bilan javob berdi. Erik Garcia Jules Koundening o'rnini yopa olyapti. Yamal Franni yoniga chaqirib turib, Erikni oldinga boshlagan edi. Vini esa undan to'pni ola olmagach, oxirigacha qarshilik ko'rsatmadi. Garcianing zarbasini Courtois qaytara oldi. 11-daqiqadagi hujumga e'tibor bering. Dani Olmoni hech kim qo'riqlamayapti. Jude va Ceballos uzatmadan keyin uni yopishga harakat qilishdi, lekin Olmo ular yetib kelguniga qadar aylanib olib uzatma ham berishga ulgurdi va Ferranni oldinga boshladi. Real futbolchilarining baxtiga Asensio bunday duellarda yaxshi harakatlana oladi va Torresga imkon bermadi. To'pni maydon tashqarisiga chiqazib yubordi. Real bunday pressinglardan chiqish uchun ishlamaganini 12-daqiqadagi out ham ko'rsatib beradi. Vasquez outdan to'pni o'yinga tashlash kerak va unda bittagina variant Ceballos bor. Uni ham Barselona vakillari kuzatib turishibdi. Dani ham bunday vaziyatda ikkilanmasdan to'pni yuqoriga tepib yubordi. Fede havodagi kurashda yutib chiqib to'pni uzoqlashtira oldi va to'p Barselona vakillariga kelib tushdi. 14-daqiqada Real yana qarshi hujumda Barselona darvozasini ishg'ol etdi. Kyliandan dubl. Real yarim himoyachilari ushbu vaziyatda Yamalga qarshi keskinroq o'ynashgandi, lekin hakam ushbu vaziyatga juda yaqin turgani uchun foul deb topmadi. Bellingham to'pni Viniga uzatdi. Vinidan esa Trivelia. Mbappe esa 1-1 vaziyatda Chesney darvozasini ishg'ol etdi. Kubarsi ushbu vaziyatda
uzatda ofsayd yuzaga keltirishda xatolikka yo'l qo'ygan edi. 17-daqiqada Yamal jarima maydoni tashqarisidan super zarba yo'lladi, lekin Tibo ham fenomenal seyf orqali zarbani qaytara oldi. 18-daqiqada Lukasdan xato uzatma natijasida Barselona yana burchak zarbasi ishlab oldi. Fede ulgurmaganda balki hisob qisqarishi ham mumkin edi. Burchak zarbasidan keyin ikkinchi tempda Gerard Martin uzoqdan kuchli zarba yo'lladi, biroq yana Courtois seyf bilan jamoasini goldan qutqarib qoldi. Barselona 6-burchak zarbasidan baribir o'z maqsadiga erishdi. Olmodan uzatma. Ferran Erikka boshi bilan to'pni uzatib beradi. Garsiyadan esa gol. Ushbu burchak zarbasida Realning barcha futbolchisi jarima maydoni ichida edi. Barselonadan esa 5 futbolchi, ya'ni Real futbolchilari 2 karra ustun bo'lishlariga qaramay ushbu vaziyatni boy berishdi. Dastlab Ferranga ikkinchi qavatda yutqazgan bo'lsa, Chouameni qo'riqlash kerak bo'lgan Garsiya gol urib ketdi. 22-daqiqada qanotdan uzatilgan to'pdan so'ng Ferranda yaxshi imkoniyat bo'lganda, ammo Torres zarba yo'llay olmadi. Barselona pressing natijasida yutib olgan to'pi orqali 32-daqiqada gol kirita oldi. Flick kelganidan keyin deyarli barcha klassikolarda aynan uning jamoasi yuqori pressing evaziga Realni xato qilishga majbur qilayotganini ko'ryapmiz. 14-hududda to'pni qabul qilib olgan Ferran dastlab hujumni chap qanotga ko'chirdi. Keyin esa o'ng qanotdagi Yamalga to'pni uzatib, golga assistentlik qildi. Yamaldan esa super ijro. Courtois qaytara olmaydigan qilib, aylanma zarbasi orqali to'pni darvozaga joylab qo'ydi. Goldan keyin Real futbolchilari o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Juda oddiy vaziyatda Ceballos va Mbappe bir-birlariga xalaqit berishdi. Natijada esa Pedri Rafinhaga to'pni uzatdi. Braziliyalik Wenger esa bunday imkoniyatni ko'kka sovurish yaxshi holatga olib kelmasligini bilib, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Barselona birinchi bo'limning o'zida comeback qila oldi. Kataloniyaliklarni ushbu bahsda umuman to'xtash niyati yo'q edi. 36-daqiqada Inigoning uzatmasidan so'ng Ferran qochib ketayotgan edi, lekin Chouameni uni o'yin qoidasi buzish orqali to'xtatdi va sariq kartochka bilan jazolandi. Barselonani ushbu standartdan so'ng ham zarba bilan qaytayotganini ko'rishimiz mumkin. Kubarsining zarbasi anchagina noaniq chiqdi. Real erkin zarbalarni ham maksimal uzoqroqqa tepish uchun bu ishni Fedega ishonib topshirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu kadr pozitsiya tanlamaydigan Fede endi darvozada sarlavhasi bilan tarqaldi. Yamal ushbu bahsda ham super o'yinini ko'rsatdi. 42-daqiqada Rafinhaga Trivieri uzatmasi bilan golli vaziyat yaratib bergan edi. Lekin braziliyalik Wenger noaniq zarba yo'lladi. 43-daqiqada Mbappe yana bir marotaba penalti ishlagan edi, lekin Jude ofsayddaligi uchun penalti bekor qilindi. Barselona esa bunga bo'lim so'ngida gol bilan javob berdi. Lucas Vazquezdan kulgili xato. Rafinha va Ferran juftligi esa bunday xato uchun Realni jazolashdi. Chouameni bundan avvalgi epizodni yakunlashi bilan himoyaga yordamga yetib kelishi kerak edi. Aurelienni ushbu vaziyatda himoyachiligi esdan chiqib qoldi shekilli. Barselona vakillari hisobdan kelib chiqib, bo'lim so'ngida xotirjamlikka berilishdi va o'yinni to'liq nazorat qilishdi. Lekin qo'shib berilgan so'nggi daqiqalarda Real ofsayddan gol kiritdi. Birinchi bo'lim statistikasi ham hisob o'yinga mos bo'lganini ko'rsatib turibdi. Barselonada 5 ta golli vaziyat, Realda esa 2 ta. Ikkinchi bo'limda Real Madrid 2 ta o'zgarish bilan boshladi. Arda Güler va Ceballos o'rniga Brahim Diaz va Luka Modriclar maydonga tushdi. Ikkinchi bo'lim ancha hujumkor o'tdi. Realning o'zgarishlaridan ham buni bilsak bo'lardi. Lekin ushbu bahsda davomiy kuzatilayotgan muammo futbolchilarning bir-birlariga xalaqit berish natijasida navbatdagi xavfli hujum bekor bo'ldi. Birinchi xavfli zarba esa Yamal tomonidan yo'llandi. Dastlabki zarbasiga himoyachilar blok qo'yishgan bo'lsa, keyingi zarbasiga aniqlik yetishmadi. Real ikkinchi bo'limda pressingga bordi, lekin Barsa futbolchilarida har doim kamida 2 ta variant bor edi. Shu sababli futbolchilar bu pressingni juda osonlik bilan yorib o'tishdi. Natijada 52-daqiqada Barselona hisobni 5-2
ko'rinishiga keltirishi mumkin edi, lekin ofsayd jamoani bu hisobdan qutqarib qoldi. Biroq ushbu goldagi himoyachilarning joylashuvi Alonso kelganidan keyin jamoada ish ko'pligini ko'rsatib berdi. 56-daqiqada Vini va Mbappe juftligidan navbatdagi xavfli hujum. Bu safar Mbappening zarbasiga aniqlik yetishmadi. Realda Fran va Vini bog'lami navbatdagi o'yinda ham umuman ishlamayapti. Futbolchilar har o'yinda xuddi bir tarkibda birinchi marta o'ynayotgandek harakat qilishadi. Ushbu bahsda Real tarkibida to'xtamaydigan va taslim bo'lmayotgan futbolchilardan biri Kylian Mbappe edi. Mbappe kerak bo'lsa qanotga o'tib ham faollik qo'sha olayotgan edi. Barselonani esa 4-2 hisobi to'liqligicha qoniqtirardi va maksimal xotirjam o'ynayotgan edi. Nihoyat 70-daqiqada Realning pressingi Barselona himoyachilarining oldinga ko'tarilishgani sababli foyda berdi. Inigo ushbu vaziyatda ofsayd yuzaga keltirishda xatolikka yo'l qo'ydi. Modrichning uzatmasidan so'ng darvozabon bilan Realning ikki futbolchisi oldinga chiqib ketdi. Vinining uzatmasini Kylian golga aylantirdi va Mbappedan hat-trick. Fransiyalik hujumchi Klasikoda gollar orqali La Ligadagi to'purarlik poygasida peshqadamga aylanib oldi. Vini ham bunga qo'ldan kelgancha yordam berdi. Ushbu bahsda Barselona yarim himoyasi ideal harakat qildi. Pedri ko'proq hujumga yordam bergan bo'lsa, Frenki himoyaga yordam berdi va o'yinni ikkisi nazorat qildi. Frenkini raqib hujumlarini qoida buzmasdan to'xtatishiga esa shunchaki qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. 73-daqiqada Yamal yana bir bor Kurtuani tekshirib ko'rdi. Tibo o'z o'rnida ekan. 74-daqiqadagi hujum ham ideal darajada chiqqan edi. Dastlab Erik Yamalga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Keyin esa Lamindan Rafinyaga gol urishi uchun fenomenal pasli sovg'a. Ammo Rafinha to'pni darvozaga kiritish o'rniga o'zi darvozaga kirib keta qoldi. Ushbu vaziyat XG da 0.69 deb baholandi. Ma'lumot uchun bundan avvalgi 2 golda ham Rafinha bunchalik baland XG to'plamagan edi. Birida 0.27, yana birida 0.52. Barselona 77-daqiqada biroz charchagan futbolchilarni olib yangi qonni o'yinga tashladi. Garcia va Olmo o'rniga Fermin Lopez va Fortlar maydonga tushdi. Yamal ushbu bahsda Fran Garciani erinmasdan aldadi. Albatta bunday iqtidorni bir futbolchi bilan to'xtatish hozirgi kunda imkonsiz. Lekin Fran ko'pincha Yamalning oldida bir o'zi paydo bo'ldi. Odatda vingerlar unga yordamga yetib kelishlari kerak edi, lekin Realda emas. 84-daqiqada Real tavakkalga qo'l urishni boshladi. Lukasni olib o'rniga Endrikni maydonga tashladi. Eng qizig'i shundaki, asl pozitsiyasi markaziy hujumchi bo'lgan Endrik o'ng qanot hujumiga tushdi. Braziliyalik yosh futbolchi bu pozitsiyada hech qachon yaxshi o'ynamagan, lekin Carlo unga yana imkon berishga qaror qildi. 88-daqiqada esa Vini jarohati borligini shtabga ma'lum qildi va Ancelotti hech qachon maydonga tushmagan Victor Muñozni maydonga tashladi. Rodrigo zaxirada bor edi, lekin o'yindan keyin Ancelotti uni o'yinga to'liq tayyor bo'lmaganini ma'lum qildi. Muñoz tushishi bilan birinchi zarbasidayoq qahramon bo'lishi mumkin edi, lekin yuqori bosim natijasida yosh futbolchi juda noaniq zarba yo'lladi. Kylian Mbappe super pasni amalga oshirgan edi. 92-daqiqada Mbappening o'zida ham yaxshi imkoniyat bo'ldi, lekin fransiyalik futbolchi zarbasini Wojciech Szczesny qaytardi. Shu burchak zarbasidan jamoa ofsayddan gol kiritdi. Bu gol esa Barselonani uyg'otib yubordi va 95-daqiqada Fermin o'yinga nuqta qo'ydi. Lekin to'p uning qo'liga tekkani uchun gol bekor qilindi. Uchrashuv davomida eng ko'p mehnat qilgan, tinim bilmagan Fede esa oxirgi golga aybdorlardan biri bo'lib qolishi mumkin edi, lekin hakam uni saqlab qoldi. Fede ushbu bahsda Chouamenidan keyin eng ko'p himoyaviy harakat qilgan futbolchi bo'ldi. Qolaversa birinchi bo'limda Rafinhani personal qo'riqladi. Dubl, hatto hat-trick qilish ham mumkin bo'lgan futbolchi ushbu bahsda hech kimni aldab o'ta olmaganida Fedening xizmati katta edi. 98-daqiqada unda yana bir bor imkoniyat bo'ldi. Braziliyalik futbolchi esa yana mo'ljalda adashdi. Shunga qaramay La Liga uni eng yaxshi futbolchi deb topdi, lekin haqiqiy bahoni SofaScore berdi.
Ushbu platforma talqiniga ko'ra, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Lamin Yamal edi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Mavsumdagi so'nggi klassiko uchun boshlangan tahliliy videomiz ham yakuniga yetdi. Futbol loyiha YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying va biz mana shunday markaziy bahslarni tahlil qilib sizlarga yetkazishda davom etamiz. Like bosishni va izohlar qoldirishni unutmang.